Hmm. 174 ball. Imtihonni oldi yomon emas-a? Muhammadjon o'quvchimiz hozirda 4 ta fandan milliy sertifikatga egalar va bu ularga 174 ballni beradi. Muhammadjon, sertifikatlar muborak bo'lsin. Kayfiyatlar qalay? Rahmat, yaxshi. Sizdan qaysi fanlardan milliy sertifikatingiz bor deb so'ramayman. Qaysi fandan milliy sertifikatingiz yo'q? Matematika fanidan milliy sertifikatga ulgurmay qoldim. Endi uni xudo xohlasa DTMga kirib yaxshi ishlab chiqaman. Demak, matematikani ham 100% yetishtirsangiz, umumiy ballingiz 185 bo'ladi, to'g'rimi? Ha, to'g'ri. Muhammadjon, bu ham kichkina ball emas. Endi sizga shu darajaga erishishingizda yordam bergan ustozlaringiz kimlar? Meni noldan mana shu 4 ta sertifikatni olishimga yordam bergan ustozlarim Kamoliddin domlaga, Jaloliddin domlaga, Dostonbek domlaga, Sho'g'ulbek domlaga kattakon rahmat aytaman. Bugungi natijamda ularning hissasi katta. Gap yo'q, endi o'zingizdan kichkina ukalaringizga tavsiyalaringiz. Agar sizlar ham tibbiyot yo'nalishiga o'qishga kirmoqchi bo'lsalaring va yuqori natijaga erishishni istasalaring, Targ'ibot xususiy maktabiga marhamat. Azizlar, 1 avgustdan o'qishlarimiz boshlanadi. Mana bu raqamlarga murojaat qiling va ulgurib qoling.